er topilmagandan keyin nima ahvolga keladi? Ayollarda ham ichida surunkali ravishda bo'shliq paydo bo'ladi. Bu butun tanasiga tarqab ketgan og'riq. Bu aniq bir tochkada emas u ham. Bo'shliqni har xil yo'l bilan harakat. Pul bilan to'ldirishga harakat, kiyim bilan to'ldirishga harakat, mehr bilan to'ldirishga harakat qiladi. Bu bo'shliq bolaligida, balkim chaqaloqligida, balkim orada kasal bo'lib uzoq vaqt faqat больницада yotgan holatda ham paydo bo'lishi. Yolg'izlikdan paydo bo'ladi. Hech kimga kerak emaslikdan paydo bo'ladi. Va natijada u bo'shliqni to'ldiraman deb intiladi. Janjallar ko'payib ketadi. Erini topgan puliga qanoat qilmaydi. Xotirjamligi yo'qoladi. Tashvishlanadi, tinchlik o'zi, hamma narsa joyida. Teri stimulyatsiyaga muhtoj. Uni bolalikdan erkalab, siypalab, katta qilmagan, u qondira olmaydimi, ajrashib ketdi. Eng achinarlisi bir xilla harakat qiladi topishga. Chunki tana og'riq berib yotibdi, u muhtoj mehrga. Xotinni Xudoyim tabiiy qilib yaratib qo'ygan, o'zini rohati bor. O'sha rohati orqali bir xillari ichki o'sha asab sistemasini sozlab turadi. O'sha bo'shlig'i to'ldirib turadi. Topilmagandan keyin nima ahvolga keladi? Uni ayolni asab sistemasi buzilib ketgan, natijada ishxonasida ham janjal bor, uyda ham bolalarga tinchlik bermaydi, hamma bilan urushishga o'tadi. Og'riq surunkali ravishda beraversa, og'riq bor joyda gormonlarni ham o'ynashi bor. Albatta, kerak. Albatta, tabiiy jarayon kerak. Shu tabiiy jarayonni uzish kerak emas. Yoki kelib psixolog bilan ishlab, psixoterapiya jarayonidan o'tib, albatta o'sha bolaligidagi yolg'izlik qolgani yoki terisiga kerakli stimulyatsiya bo'lmaganligini his qilib, o'sha jarayonni yashab o'tish kerak. Biz islom diniga ko'proq yondashamiz. Din talabi bilan albatta nikohdan o'tgan bo'lish kerak-da. Shuning uchun ko'p ayollar o'ziga yo'l qo'ymaydi bu narsa.